Salom qadrli do'stlar, sizlar bilan Kinomio kanali. Merlin seriali haqida chiqargan yangi video 200 ta layk yig'sa Atlantida seriali haqida ham qisqa video chiqarishimni aytgan edim. Sizning aktivligingiz bilan layklar soni bir necha kun ichida 200 tadan oshib ketdi. Agar har doim shunday aktiv bo'lsangiz, albatta bu videolar tezroq chiqishiga va sizga qiziqarli mavzular video qilinishiga katta turtki bo'ladi. Gapni ko'p cho'zmasdan qadimgi Yunonistonga sayohat qilamiz. Qani bo'lmasam Atlantidaga, olg'a. Qiziqarli, sifatli prevyular hamda avatarkalar izlayotganlar uchun hamyonbop va sifatli kanal Muhammadilo kanalini taklif qilaman. Kanaldan o'zingizga kerakli obloshkalar va prevyular bannerlarini buyurtma qilishingiz mumkin. Barcha manzillar kommentariyada. Atlantida seriali 2013-yildan 2015-yillarga qadar suratga olingan va efirga uzatilgan. Serial asli 3 fasldan iborat bo'lgan, afsuski BBC telekanalining moliyaviy qiyinchiligi sabab 2 ta fasli suratga olingan va serial yakunlanmay qolgan. Serialda Yason ismli yigit noma'lum sabablarga ko'ra qadimgi Atlantidaga tushib qoladi va u yerda mashhur matematik Pifagor hamda Yunon mifologiyasining eng mukammal qahramoni deb ta'riflangan Gerkules bilan tanishib qoladi. Matematik Pifagor serialda ancha aqlli ekanligi ko'rsatilgan, ammo men hayron qolgan narsa bu Gerkules. Yunon mifologiyasida ulug'langan va qahramon deb bilingan Gerkules serialda qo'rqoq va qo'lidan hech narsa kelmaydigan qilib ko'rsatilgan. Bu juda qiziq-a? Serial davomida uchta do'stlar Poseidon, Minotavr hamda Meduza kabi tarixiy personajlar bilan to'qnash kelishadi. Serialda Yunon afsonalarining yangicha talqini, sarguzashtlar, sirli voqealar, jang sahnalari, vizual effektlar va tarixiy atmosferani yaratishga urinish, Merlin uslubidagi yengil hazil va dramatik lahzalar ishlatilgan. Serialning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Ijobiy jihatlari: qiziqarli g'oya. Yunon afsonalariga asoslangan seriallar juda ham kam uchraydi, ayniqsa zamonaviy elementlar bilan aralashtirilgani uni o'ziga xosligini yanada oshiradi. Vizual ko'rinish: serialning sahnalari va dekoratsiyalari yaxshi ishlangan, Atlantida shahri sirli va afsonaviy ko'rinadi. Sarguzasht va harakatlar: har bir qismda qahramonlar yangi tahlikaga duch kelishadi. Bu esa tomoshabinlarni qiziqtiradi albatta. Salbiy jihatlari: ba'zi personajlar zaif qilib yozilgan. Yason, Gerkules va shunga o'xshash ba'zi qahramonlar juda klassik va oldindan aytib bo'ladigan xarakterga ega. Arzon effektlar: har doim ham vizual effektlar mukammal bo'lmagan, ayniqsa kompyuter grafikasi ishlatilgan sahnalarda ba'zida sun'iy ko'rinishlar bilinib qolgan. Jadal rivojlantirilgan syujet: ba'zi qismlarda voqea juda tez yoki tushunarsiz rivojlanadi. Bu esa tomoshabinlarni biroz chalg'itishi mumkin va zeriktirishga sabab bo'ladi. Asosiy rol ijro etgan qahramonlar: Yason rolini Jack Donnelly, Gerkules rolini Mark Eddy, Pifagor rolini Robert Ems, Pasifaya rolini Sara Perish hamda Ariadna rolini Aisha Hart ijro etishgan. Merlin serialidan farqli o'laroq, bu aktyorlar anchagina professional va o'sha davrda ancha ko'zga ko'ringan aktyorlar edi. Xulosa qiladigan bo'lsam, serial yaxshi ishlangan, ammo bir qancha kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Lekin bu kamchiliklarni vahimali qabul qilish kerak emas. Serial hattoki ilk premyerasi vaqtida Merlin serialini ham ortda qoldirgan, ammo voqealar rivoji tomoshabinlarga tushunarsiz va ularni chalg'itib qo'ygani sabab ko'pchilik serialni ko'rmay qo'ygan. Aynan shu sabab ham BBC telekanali serialni to'xtatishga qaror qilgan. Ya'niki, agarda serial o'z kassasini oqlay olmasa, BBC telekanali to'liqligicha bankrotga uchrashi mumkin edi. Lekin shu sababdan ham hozirda bu serialning davomi ishlanishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz, serialning davomi chiqsa anchagina qiziqarli bo'lib chiqadimi yoki endi bu serialning hech kimga qizig'i yo'qmi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, Atlantida seriali haqidagi videomiz shulardan iborat edi. Agarda videodan biror bir yangilik olgan bo'lsangiz va sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. O'sha gap, agarda layklar soni 200 tadan oshsa, kelasi videoda Istopar seriali haqida ham video qilamiz. Yana qanday shedevr seriallar bor? Kommentariyada yozib qoldiring. Albatta kelasi videolarda ular haqida ham gaplashamiz. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.